O'zbekistonda ilk bor bemorning son suyagi yaxlitligicha almashtirildi. Bu bilan Besharqdagi Ixlos klinikasi jarrohlari mamlakat tibbiyotida yangi sahifa ochdilar. Yakatut qishlog'idagi Ixlos xususiy klinikasi dovrug'i esa allaqachon Markaziy Osiyoga tarqalgan. Ayniqsa tizza, son, kuymuch, tos, yelka suyaklarini davolash, qisman almashtirish borasidagi tibbiy sifat va narx uni mashhur qildi. Shu mintaqadagi bemorlar endi Hindiston yoki boshqa mamlakatlarga emas, Besharqning Yakatut qishlog'iga Ixlos xususiy klinikasiga kelishmoqda. Shu kunlarda esa O'zbekiston tibbiyoti uchun ham muhim voqea. Bemor son suyagini to'lig'icha almashtirish jarrohlik amaliyoti aynan Besharqda Yakatut qishlog'ida ro'y berdi. Avtohalokatga uchrab, mashina zarbasidan o'sha chap oyog'imdagi, son suyagimdagi parchalanib, suyak uchib ham o'sha chiqib ketgan. Keyin meni shu Toshkentdagi Banisaga olib borishganda, oyog'imda kesamiz deb nima qilgan, men kesishga norozi bo'lganman. Shundan so'ng bemor Sayyora Turdaliyevani Besharqqa Yakatut qishlog'idagi Ixlos klinikasiga olib keldilar. Bemorni rentgen ko'rganimizda son suyagini уже ma'lum qismi yo'q, jarohat juda katta, jarohatga katta chok qo'yilgan, lekin bemorning ahvoli og'ir. Teri qismi yo'q, suyak qismi yo'q. Biz endi teri qismini bekitish uchun iloji majbur bo'ldik. Son suyagini o'ng son suyagidan teri olib, chap o'sha jarohatni tepasiga teri ekish operatsiyasini o'tkazdik. Bemorga apparat elizarib qo'yib, sonning yuqori qismiga sterjon qo'yib, pastki qismiga kalso qo'yib, bemorni aktiv holatga o'tkazish. Ma'lum darajada qo'ltiqda turib, oyoqlarni bosish darajasiga keltirdik. Ammo bu choralar vaqtincha edi. Chunki son suyagini bunaqa tiklash uchun mana son suyagini bo'rtmasi nozik, bu ishlamaydi. Ertadan keyin suyakda bu qismi mana qismi yo'q, mana qismi suyak osteoporoz. Endi agar buni tizzaniga qo'yib uzun sterjon qo'ygan taqdirimizda ham suyakda ishlamasligini hisobga olib biz izlanishni boshladik. Hindistonga Dehliga borganimizda implant chiqaradigan nima bilan maslahatlashsak, ular bizda implant yasab beramiz deydi. Implantni-ku yasab berishdi, ammo jarrohlik amaliyotining o'zi noyob edi. Shuning uchun amaliyotga qiziqqan hindistonlik mutaxassislar ham Besharqqa keldilar. Mana son suyakni to'liq ham qismni olib tashab, mana shu uzun implant, mana tizzani bu svyazinni bu implant, ham bu svyazinni, ham tepasi ham svyazinni implant qo'ydik. Bu operatsiyalarda hozir bizda O'zbekistonda hali o'tkazilmagan. Biz bu operatsiyani hozirgi kunda Besharq rayon Yakatut qishlog'ida mana shu chet el mutaxassislar bilan o'tkazdik. Hozirgi kunda bemorimizni jarohatlari toza, bemor aktiv holatda mana o'tirishni boshladi. Xudo xolasa mana 10-sutka operatsiyadan keyin jarohat hammasi birlamchi bityapti. Toza, tizza nisbatan harakat bo'lyapti. Quymushda harakat yaxshi. Kasalimiz nihoyatda yaxshi. Biz Sayyora Turdaliyeva bilan suhbatlashganimizda uning kayfiyati chog', shifokorlardan xursand edi. Jarrohlik amaliyoti haqida uning o'zi ham gapirib berdi. Singan son suyaklarini olib tashlab, Hindistondan tayyorlab kelgan sun'iy suyakni menga hozir qo'ydi. O'ng oyog'imdan teri olib, bu chap oyog'imga qo'ydi. Oyog'im yaxshi, mana barmoqlarim ishlayapti, qon aylanishlari juda yaxshi. Avtohalokat natijasida son suyagi pachoqlanib ketgan, uning bir qismini esa butkul yo'qotgan Sayyora og'ir dardiga davo topdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida minbardan shunday fikrlar yangradi va u Yakatut qishlog'idagi Ixlos klinikasini ham nazarda tutgan edi. Tibbiyotda ham o'zgarishlar katta. Birgina Besharqni oling. 3 yil oldin 2 tagina xususiy klinika bor edi, hozir 50 taga yetdi. Aslida Yakatut qishlog'idagi Ixlos klinikasiga xorijiy mamlakatlardan ham ko'plab bemorlar keladi. Men Tojikistondan 4 oy oldin
ön tomonini qildi, zakonni bo'ldi. Yura olmasdi uni. Operatsiyadan keyinchi? Ha, endi yuryapman. Yaxshi bo'ldi. Mana keldim bugun bek tomonni qiladi, Xudo xolasa, Xudo shifo bersin. Hozir bizda klinikamizda bir yilda mana 5000 tadan oshiq Tojikiston, Qirg'iziston fuqarolari murojaat qilyapti. Shulardan 500 dan oshig'i yotib lichin olyapti. Yaqin 50 tadan oshiq yuqori texnologik operatsiyalar qilib berdik. Polsha, Italiya, Germaniya, Rossiyani bir necha nimalarda malaka oshirganmiz. Mutaxassislarimiz yetarli, yuqori texnologik operatsiya qilish imkoniyatlarimiz bor. 21-iyun kuni biz hozir Amerikaga 15 kunlik o'qishga ketyapmiz. Yana bir yangi bir ijod, yangi bir narsani olib kelish maqsadida ketyapmiz.